Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, sog'misizlar, omonmisizlar, qalaysizlar? Bugungi do'konimiz erkaklarning manaman degan do'koni, oyoq kiyimlarni dodalari, doda xo'jalari shu yerda o'rtoqlar. Sanvon do'koniga tashrif buyurdik o'rtoqlarimiz. Assortimentlari juda ham bir boshqachalari kelgan. Ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar klassik, xohlasanglar sportivniy, xohlasanglar mana bilan nima deyapman, qo'shalar nima deyapti o'rtoqlar, mana sifatiga a'lo darajada garantiya beriladi o'rtoqlar. Ishonmasanglar ko'ringlar, yo'q keling, yo'q keling. O'rtoqlar, xohlasanglar pol zamishlarimiz bor. Zamishlar mana sportivniy, xohlasanglar klassik, xohlasanglar jinsi hamma narsaga tushadi o'rtoqlar. Narxidan qat'iy nazar o'rtoqlar, narxiga e'tibor bermanglar. Chidamliligi asosan erkaklarni eng avvalo qaraydigan birinchi joy bu oyoq kiyimi o'rtoqlar. Biz o'zimiz ham oyoq kiyim nima deyapti, men oyoq kiyim nima deyapti? Yomonmi o'rtoqlar? Keling, keling, aka. Mana xohlasanglar zamishlarimiz bor. Chista zamishlar o'rtoqlar, sifatiga garantiya kafolat beriladi o'rtoqlar. Eng muhim brend ko'ringlar, brendni dodasi o'rtoqlar, brendni dodasi. Bunaqa brendni hech qayerda ko'rolmaysizlar. Toshkent shahri bo'yicha yagona shu Next do'konining to'g'risida ro'parasida joylashgan, sifatiga kafolat beramiz o'rtoqlar. Xohlasanglar mavsumiy, xohlasanglar sapor, hammasi mana shu yerda jamlangan o'rtoqlar. Men gapirib charchadim o'rtoqlar. O'zingizlar kelinglar, bitta ko'ringlar mana shu do'konni. Aka, men bitta aylantirib bering. Bitta aylantirib bering. O'rtoqlar ko'ryapsizlar. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar, xohlasanglar klassika, pol klassika deysizlarmi, lakirovniy deysizlarmi, hammasi shu yerda o'rtoqlar. Tashrif buyuringlar o'rtoqlar, tashrif buyurganlarga albatta bonusimiz bor o'rtoqlar. Podpischka qilib, men Reverdi nomidan keldim desanglar, skidkani dodasini qilib beramiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.